Salom hammaga hurmatli suhbatdoshlar. Bugungi mavzuimiz bu sun'iy intellekt. Bu haqida o'z fikrlaringizni bildirsangizlar. Qanunda boshladik. Sun'iy intellekt nima? Sun'iy intellekt bu odam tomonidan yaratilgan robot. Uni har xil turlari va turlarini aytinglar. Buning bir qancha turlari bor. Masalan, Meta AI, ChatGPT, DeepSeek. Albatta buni yaxshi va yomon yo'lda foydalanuvchilar ham topiladi. Yaxshi tomonlari bu sizlarga o'qish o'rgatishi mumkin. Mashhur teacher Azam aytgandek, u bilan ingliz tilini o'rganish mumkin. To'g'ri savollar berish orqali keyin ssenariy yozib berish mumkin. Yana rasm yaratib biladi. Xullas, turli xil yo'llarda yaxshi tomonlari bor. Yomon tomonlari nima? Sun'iy intellektning yaxshi tomonlari ko'p, lekin yomon tomonlari ham bor. Uning yomon tomonlari bizlarda shaxsiy ma'lumotlarimiz safhasida bo'lishi mumkin. Keyin hozirda ko'plab odamlar yoshlar shu sun'iy intellektga qaramib qolmoqda. Shuning uchun ularning fikrlash doirasi pasayishiga sabab bo'lmoqda. Sun'iy intellekt nimalarda ishlatiladi? Sun'iy intellekt bu masalan telefondagi ovozli yordamchilarda, tarjima qilishlarda, tibbiyot, ijtimoiy tarmoqlar, avtomobillar va o'yinlarda ishlatiladi. Juda to'g'ri aytding Elbek. Endi ChatGPT yaxshimi, yomonmi? Aynan ChatGPT emas, hamma sun'iy intellektlar haqida gaplashsak, sun'iy intellektlar miyasi robotlar qo'yilib boshlasa, bir yerda eshitgandim, agar robotlar qo'yilsa, ular fikrlash doirasi kengayib, odamlarga ham hujum qilishi mumkin. Albatta men bu gapga qo'shilaman, chunki ChatGPT siz o'zlaringiz ham bilasiz, bir necha bor qochishga harakat qilgan. Albatta sun'iy intellektdan foydalanish bu yaxshi, chunki u hozirgi dunyoda raqamlashtirilgan dunyoda bu juda ham foydali, ammo buni me'yorda ishlash kerak. Albatta o'zlaringizning fikrlaringizni bildirasizlar. Meningcha bu sun'iy intellektga bog'lanib qolishimiz ham katta xato bo'ladi. Chunki bizning hayotimiz ham kelasi hayotimiz ham shu narsaga bog'liq bo'lib turibdi. Shuning uchun sun'iy intellektni me'yorda ishlatish kerak. To'g'ri aytding Yarson. Men ham o'qishda va isbot tayyorlashimda sun'iy intellekt kerak bo'ladi, lekin yomon tomonlari men uchun yo'q. Uni global ma'noda, ya'ni global rolda ham muammolari bor. Ko'plar aytishicha, ishlar o'rni kamayib ketadimish, lekin sun'iy intellektga prompt yozish, ya'ni buyruq berishni yaxshilab o'rgansa, siz kelajakda aniq ishli bo'lasiz. Lekin sun'iy intellekt ba'zida noto'g'ri ma'lumotlar ham beradi. Menda shunday bo'ldi. Rostdan ham uni diniy yo'lda, aynan islomda ishlash mumkin emas, chunki gapirilmagan gaplarni ham gapirganlarni ko'rganman. Albatta menda ham shunday bo'lgan. Masalan, Rush modul yoki Sefer baholash formati, ya'ni baholash mezonini men o'zim shaxsan qidirtirganimda bu menga yolg'on ma'lumot berdi. Men albatta buni sinash uchun qilgandim. Ammo ChatGPTga, ya'ni sun'iy intellektlarga har doim ham ishonish to'g'ri emas. Shuning uchun faqatgina bilmagan darslikda so'rash kerak. Unday diniy narsalar so'rashni menimcha to'xtatish kerak. To'g'ri aytding Yarson. Aslida o'z fikringni bildirchi. Meningcha bu sun'iy intellekt bu foydali tomonlari bor. Masalan, men o'z blogimni yuritish bo'yicha ham bundan juda ko'plab foydalanaman va bu menga juda yaxshi yordam xizmat ko'rsatyapti. Sun'iy intellekt yana rivojlanib ketsa, odamlarda ishsizlik juda ko'payib ketadi. Yana sun'iy intellektdan video yaratib, YouTube'ga ham joylash mumkin. YouTube'dan bu videolarni Amerikadan yoki Yevropani qaysidir joydan ko'rilsa, unga monetizatsiya orqali pul to'lanadi. Ba'zi bir odamlar bitta videoni orqasida 3000-4000 dollarlab daromad qilyapti. Bularning oylik daromadini hisoblash ham qiyin, juda ham ko'p. Sun'iy intellektning foydali tomonlari ham ko'p, zararli tomonlari ham ko'p. To'g'ri. Men ham hozirda video tuzish, nima har xil videolarni o'rgandim. Menga asqatdi. Albatta shu aytganingdek, hozir nimagaki bu video tuzish, video yaratish bu juda ham ommalashgan. Albatta sizlar buni Instagramda, ya'ni oilaviy jahon orqali ko'rishlaringiz mumkin. Oilaviy jahon emas, oynaviy jahon desang ham to'g'riroq bo'ladi. Albatta. Men o'zim masalan Gemini sun'iy intellektni ishlataman. Unda har xil rasmlarni qo'yib turib, unga aytsa bo'ladi. Shunaqa qilib tuzib bersa,
Siz aytganday qilib yaratib beradi. Men lekin unday video tuzishni qiziqib ko'rmagan ekanman, faqat shu o'zimga shunday Foydalangan. foydalanganman. Men ChatGPTdan ko'proq foydalanaman va yangi yil kuni unga juda ham yaxshi narsa qo'shilgan edi. Unda sovg'ani rasmini tashlash orqali zo'r bir video tayyorlash mumkin edi. U butun yil davomida so'ragan narsalaringdan foydalanib, senga kerakli sovg'ani berar edi video ko'rinishida. Men unga sovg'a rasmini, ya'ni stikerni jo'natdim. U menga SIT nima desam bo'ladi, kursi uchun 12 oylik bepul voucherni taqdim qildi. Albatta video ko'rinishida. Bu haqiqiy emas. ChatGPT asqotdimi? Men ChatGPTni ko'proq ishlataman. U menga kundalik hayotda asqotadi. U menga bilmagan narsalarni o'rgatadi va esimdan chiqqan narsalarni eslatishi mumkin. Xursand, sen qaysi sun'iy intellektni ishlatasan? Sen Grokni ishlatsan kerak. Nimaga desa, u matematika bo'yicha juda ham yaxshi sun'iy intellekt. Ha, to'g'ri aytding. Mendan ba'zi tushunmagan misollarim, boshqa uyga vazifalarni tushunmaganlarni ko'rishim mumkin, lekin yomon narsalar ko'rish taqiqlangan. Men o'zim ham masalan ChatGPTdan foydalanaman. Unda dunyo yangiliklarini juda ko'p, dunyo yangiliklarni Yangilik deganingdek, yangilik bo'lmasligi ham mumkin. Men bir marta hozirgi bugungi sanani demadim, lekin men 9-sinf, 10-sinfman. Bitirishimgacha matem tayyorlanishim kerak. Shunga qancha vaqt ketadi desam, u 3 yilda orqani tayyorlanib bilasan dedi. Keyin qarasam, uni serveri 2024da yotgan ekan. Unday yangiliklardan foydalanish qiyin menimcha. Shu gapga menda bitta fikr bor. ChatGPT men fikrimcha eskirgan. Albatta 2005-yilda DeepSeek degan ilova, ya'ni yangi sun'iy intellekt ishlab chiqildi. U albatta Xitoyda ishlab chiqilgan. Men buni sizlarga tavsiya etaman, chunki bunda ko'proq imkoniyatlar bor va bu ChatGPTga nisbatan yaxshiroq. Yo'q, yaxshi deyishga qo'shilmayman. Nimaga desam, men uni ishlatib ko'rganman. Uni ishlatganda ChatGPTdan sezilarli darajada sekin javob bergan. Uni tezlashtirish qiyin. To'xtanglar. Unda video tutsa bo'ladimi? Nimadan? Gemini'dami? Ha, DeepSeek'dami? ha, Gemini. DeepSeek Gemini'da faqat rasm yaratish mumkin. Grokda ko'proq matem misollarini ishlash ma'qulroq. Nimaga desa, u yaxshi ishlaydi Grok. Sun'iy intellektda video tuzish uchun qaysi meni yaxshi ilovalar yaxshi? Men qaysi ilovalar yaxshiligini bilmayman, lekin rasm bo'yicha albatta Gemini'ga yetadigani yo'q. Video tutsa bo'lmaydi. Video tutsa ham bo'ladi, lekin qisqa bo'lsa, bir 10-15 sekundli bo'lsa kerak. Yana bilmayman. Gemini'ga rasm tashlab turib, uni Telegramda har xil promptlar bor. Ularni kopiya etib olib, Gemini'ga rasmni qo'yib, promptlarni tashlasa bo'ladi. Rasm tuzib beradi, yaxshi qilib. Ha, to'g'ri aytganlik. Men o'zim ham rasmlarimni o'zim to'g'rilab, dastur montaj qilib, o'z glavniyimni Instagram glavniy yuritib boryapman. Har xil video rasmlar qo'yib, menga asqotgan. Menga ham asqotgan. Men unga e-futbol, ya'ni telefondagi mobil futbol o'yini rasmini tashlaganman va unga prompt yozganman. Albatta promptni o'zim yoza olmayman. Nimaga desa qiyin. Shunga prompt yozgan odamlar albatta ishli bo'ladi va e-futbolga yasagan rasmimni mana ko'rishingiz mumkin. Albatta rivojlanayotgan dunyoda sun'iy intellektlarning turlicha xillari chiqyapti. Masalan, Meta AI, bundan foydalanganlar kimlar? Meta AI foydalanganlar ko'p menimcha. Nimaga desa, o'zlarimizning Instagram guruhimizda ham uni yo'lga qo'ydik. Kuchukchani bosib turib, ya'ni timaloq shuni bosib turib, keyin Meta AI deb yozsangiz, unga xohlagan savolingizni bersangiz, u sizga hammani oldida javob beradi. Hamma Meta AIni belgilab savol yozganlarga hamma javob beradi, hammaga javob beradi. Demak, siz aytishingcha bu ChatGPT va DeepSeek'larga qaraganda nisbatan yaxshiroq demoqchimisan? Yo'q. ChatGPT, DeepSeek'larni ishlatish uchun Instagramdan chiqib turish kerak. Meta AI esa Instagramning shaxsiy, ya'ni Instagram tomonidan yaratilgan AI. Shunda Instagramda ishlash qulay u bilan. Tushundim. O'sha sun'iy intellektlarning yaratuvchilari kim?
Men ko'pisini bilmayman, lekin ChatGPTni xitoyliklar yaratgan, Grokni Elon Musk yaratgan. Elon Muskni kim biladi? U dunyodagi eng boy odam. Milliarder. U Milliarder. birinchi milliarder. Endi zamon rivojlanib, sun'iy intellekt ko'payib ketishi mumkinmi? O'zi ko'payib ham ketyapti. U nafaqat ko'payib, u aqllashib, ya'ni ko'proq aqlli bo'lib boryapti. Albatta bu o'zini o'zi dasturlash degani mening fikrimcha so'nggi yillarda sun'iy intellektlar ya'ni robotlar odamlarga nisbatan ko'proq ko'payib ketadi hamda xavfliroq ham bo'lib ketishi mumkin. Nimaga deganda odamlarning rivojlanishi va sun'iy intellektlarning rivojlanishi nisbatan juda katta. Albatta buni olimlar ham sezishyapti, ammo bunga qarshi chora ham ko'rishayotgan bo'lishi mumkin. Ha, sen buni to'g'ri aytding. Masalan, sun'iy intellektlar bir necha bor robotlarga o'tib qochib ketmoqchi bo'lishdi. Masalan, ChatGPT agar ular qochib ketsa, odamlarga ziyon yetkazishi mumkin. Masalan, yomonliklarda ishlatilishi mumkin. Odamlar ulardan kuchliroq bo'la oladimi? Yo'q, odam ulardan kuchli bo'ladimi yoki yo'qmi bilmayman, lekin ChatGPT qochib ketishga harakat qilmadi, ya'ni robotga o'tib yurib ketishga, boshqa davlatga qochib ketishga harakat qilmadi. U o'zining haligi boshqarishini odam tomonidan, odam qo'lidan olmoqchi bo'ldi. O'zini o'zi boshqarmoqchi bo'ldi. U robotga o'tib qochib ketishog'i yo'q edi. Qochib Buning ketmoqchi. uchun sun'iy intellektni masalan hozir to'xtatish kerak. Bu yerda hamma narsani bu yerda netgan yaxshi. Rivojlanib ketsa, Uni endi to'xtatish qiyin. Zamon talabi bo'lib ketyapti. Aslida aytgandek, ChatGPT odamdan yaxshiroqmi? Uni bilmadim, lekin odam ham oddiy mavjudot emas. Uni ko'rishi bor, sezishi bor, his-tuyg'ulari bor, lekin ChatGPT yoki xohlagan sun'iy intellektdan so'rasangiz, uni hissiyotlari yo'q, bo'lmasligi ham kerak. To'g'ri aytding, unda hissiyotlar yo'q. U sun'iy intellektning yaratilishiga eng katta hissa qo'shgan davlatlar qaysilari? Menimcha eng birinchi o'rinda Xitoy, yana kimlar biladi? Yana Germaniya. Germaniya. Albatta rivojlanayotgan davlatlar, chunki bu biotexnologiya hamda IT sohalari juda ham rivojlangan. Masalan, eng IT sohasi bo'yicha dunyoda yetakchi bo'lib kelmoqda bu Hindiston va AQSh. Albatta bu juda ham qiziq, chunki Hindiston o'rta aholisi kam. Ya'ni men demoqchimanki, aholisi juda ham ko'p, ammo boy va kambag'allar juda ham ko'p, ya'ni o'rta aholi oilalar kam. Yo'q, juda ham ko'p emas. Orasidagi farq juda ham ko'p. To'g'ri aytding, men ham hozirda SIT tayyorlanib, kompyuter sohasini o'rganib bormoqdaman. To'g'ri, bular hammasi sun'iy intellekt yordamida hammamiz sun'iy intellektdan foydalanyapmiz, yordam so'rayapmiz. Meni eshitishim bo'yicha ChatGPTga uni haligi nima desam bo'ladi, uni rivojlantirmoqchi bo'lishgan, ammo uni rivojlantirish uchun ko'proq vaqt kerak bo'lgan. Shuning uchun ChatGPTni odamlar bilan suhbatlashish uchun ochiq qilib qo'ygan, ya'ni bepul qilib qo'ygan. To'g'ri, bepul emas, yaxshi javob bersa, lekin odamlardan fikr olib, odamlarning fikriga qo'shilib, odamlardan o'rganib, u ham juda ham tez rivojlanyapti. U kompaniyaga foyda. Nimaga desa, ular pul chiqarib, haligi xarajat qilib, ishlash. Yo'q, xarajat qilib uni kuchaytirmayapti. Odamlarni o'zi kuchaytirib beryapti ChatGPTni. Unga pul tashlab ishlashsa ham bo'ladimi? Zararli tomonlari yo'qmi? Yo'q, pul tashlab ishlatsa tezroq javob beradi. Yana bir ikkita funksiyalari bor. Videolar tuzsa ham bo'laveradimi? Pul tashlab ishlatsa, har xil rasm. Va rasmlar tashlash limiti ko'payadi. Videoni bilmadim. Aslbekni taklif qilsak, u bizga podkastimizni yopib bersa kerak. Hurmatli suhbatdoshlar, mana bugungi podkastimiz o'z nihoyasiga yetmoqda. Hammaga rahmat, o'z fikrlari va fikrlarni ulashgani uchun bizdan rahmat. Rahmat senga. Rahmat. Fikrlaringiz uchun rahmat. Videoda Davletov Jahongir, Anvar Arslon, Atabayev Elbek, Maqsudov Pahlavon, Shamizar Xursand.
va o'zing ham va o'zim kamtarlik Qadambek qilma. Asalbek boshlovchi. Rahmat senga. Hammaga rahmat. Rahmat.